Aka hazillashyapsizmi? Bu tushsam yirtilib ketadi. Yo'q, Aka bu plyonka emas, bu natijnoy patolog. Tushing, yirtilib ketsa $100 menda. Javobni? Javob sakrang aka. Qaranglar akalar. Hoppa! Aka siz 80 kilomi, men ham 80 kilo. Yana bir kishi tushinglar 4-5 kishini ham ko'taraveradi. Mana shu holat 1 tonnagacha suv ko'taradi. Endi 1 tonnadagi suvni bo'shatsa, o'z holatiga ham qaytadi, ko'rishimiz mumkin. Bu qayta tiklanib qolar ekan akalar. Hattoki 1 kvadrati 70 ming so'mdan usta haqi materiallari bilan ham shu ekan. Qaranglar, gipsokartondan ham arzonga to'g'ri kelyapti. Shunaqa aka, ko'rsatishimiz mumkin. Tiklanib qoldi, ichkariga kirib turlarini ko'rsatamiz. Zulfiqor aka nima qilyapti bu? Mana shu natijnoy patolog chekkasidagi garponni mana shunaqangi paykalayapti. O'shanga baquvvat turib berdimi boya? Baquvvat turib berdi hozir. Xo'p, necha xil turi, rangi bor? Bularda turlari, ranglari o'ta ko'p. 70 ming so'mdan deganlarimiz mana shular. Material, xizmat o'rnatib berishlari bilan hammasi. Gipsokartondan ham arzon-ku. Ana gulliklari 130 ming so'mdan. Bundan 50 kvadratdan oshiq olsak, mana shu illyustratsiyadan bittasini bonus qilib beramizmi? Xudo